Keyingi yil maktabni bitirasiz va sizni chet elda, xususan Turkiyada o'qish niyatingiz bor. Turkiyada o'qiydigan talabadan 4 ta muhim maslahat. Birinchisi, qabullar hali boshlamagan bo'lsa ham siz o'zingizga mos keladigan yo'nalish va universitetni o'rganing. Bu sizga vaqt va ishonch beradi. Ikkinchisi, hujjatlaringizni oldindan tayyorlang. Pasport, diplom, tarjimalar, ularni hammasini oldindan tayyorlab qo'ysangiz, qabullar ochilganda siz birinchilardan bo'lasiz. Uchinchisi, kvartira, yotoqxona va yashash uchun boshqa variantlarni ham oldindan ko'rib chiqing. Avgust oyiga kelib narxlar ko'tariladi va yaxshi variantlar kamayadi. Va to'rtinchisi, eng muhimi, turk tilini o'rganishni hozirdan boshlang. Bu sizga Turkiyaga kelganingizda yangi imkoniyatlarni ochadi va 1 yil tayinlov kursini o'qiyman deb umringizga yo'qotmaysiz. Va beshinchisi, sizlarga bonus maslahat, Turkiyaning nufuzli universitetlarida o'qishinglar uchun har xil konsalting kompaniyalarga borib yurishinglarga hojat yo'q. Hujjatlaringizni Turkiya universitetlariga mustaqil topshirsangiz bo'ladi. Izohlarga kampus so'zini yozib qoldiring, biz sizga platforma havolasini jo'natamiz. Bir platformada Turkiyaning barcha universitetlariga mustaqil ravishda hujjatlaringizni topshirasiz.